Başlan. Selametsizler. Bu Şymkent. Mana qarang. Hozir mana bronxial astma, lyogichniy avrular, o'pka avrular o'ta ko'payib ketdi. Uning barliq 99% darishyapti. So'ng shunda ular 5 yil, 10 yil, 20, 30 yillab emdenyapti. Ne uchun? Bu darilarning barlig'i shu dari denida bor turgan kezde effektivniy, keyin ol foydasi yo'q. Ol darilarni qancha deni tozalayolmaydi barlig'ini. Qancha cho'kadi. Keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi avrular kelib qo'shilaveradi. Bir avruni emdevini boshlagan odam dari bilan mana men hech qanday bilan asirib aytayotganim yo'q, hech qanday qo'shayotganim yo'q. Bir 3-4 yil o'tgandan keyin onun avru ikki bo'ladi. Ikki avruni emdenadi. Keyin bir vaqt qarasangiz 3 bo'ladi. 3 avruni emdenayotgan millionlab. Mana astmada men hozir onlayn emdenayotganlarda anglatadingizmi? Bulaycha emdenayotganlarda barliq aslından bronxial astma, bronxit, o'sha gaymarit, sondalar kelyapti. Faktiski ol dixatilni jaqtug'ular bilan barliq neler emdelanadi. Bu bizda biz kompleksni emdeymiz. Bu yerda qancha asanalar ko'rsatamiz, bola denega jaqtug'ularni, qancha cho'plarni ishlatamiz biz, avrularga beramiz. Ularga o'ta kuchli diyeta qildiran barliq bu adam ilm o'rganishi kerak. Adam bilingan o'rganib o'zi istasa, sonda avrudan chiqib ketishi mumkin. Men sizlarga hozir mana astma pриступ bo'lgan kezde so'ng yo'q qiladigan bir jaqtug'ini ko'rsataymi. So'ni qayta istasangiz, sol hech qanday doriga hojat bo'lmaydi. Ko'p odamlar ko'chada yurgan kezde pриступ bo'lib qoladi. Ya ömrüde birinchi ret bir negen qisilganda ya jaman havoga kelib qolsa, yerda qisilib qoladi. Sonda kezde qanday jaqtug'larni jasab kerak. Mana qarang. Har bir pриступ bo'lgan kezde o'zingizda astma bormi, birov bo'lsa qarab ko'ring, ol dem olgan kezde ko'krakni mana bulay deb ko'tarib dem oladi. Keyin havoni zo'rlab tortadi. Mana bu muskullarim barlig'ini ishlatadi. Keyin o'ta qisqa. Mana normal odam 10-12 ret dem olsa 1 minutda. Bu astmatiklar 20-30 ret dem oladi. Sonra bu odamlarga ko'krakni ko'tarmani o'rgatish kerak. Zo'ra havo tortpavni o'rgatish kerak. Mana dem oladigan sonini 30 emas, bir 15 kedan jaqtug'i bilan tushirish kerak. Sonda kezde hech qanday darsiz qaytadi. Astmani emdega bo'ladi. Har qanday vaqtda buni dokazat qilib beruvga bo'ladi. Mana hozir bir jaqtug'ini ko'rsataymi, yo'g'an polno dihaniya yo'q ekan. Mana qarang. Ko'krak qafasini ko'tarayotgan bo'lsang, pриступ bo'layotgan kezde qarnini ko'tarib tez. Qarnini ko'rsataymi? Mana ishga tortadi. Ana qancha raznica bor. Mana tur. Men ko'tardim buni. Bu yerga keldi. Endi ishga tortaman. 10 santimetrga yaqin yer ochildi. Sonda qarn ishga ketgan kezde diafragma degan perda yuqoriga ketadi. O'pkani yuqoriga beradi havoni. Qayta havoni chiqaradi. Qarn ishga tortganda diafragma ko'tarilib, qarn oldinga ketgan kezde diafragma tömen tushadi, havoni tortadi. Sonda joy qayta istay bergan kezde mana havoni adam ko'krak ko'targan kezde havo 1 kilo qaytadi qo'y. Qarni ko'tarsa bu yoqqa tortadi. Buni onlayn qo'lingiz tushib qolmaydi. Onlayn olganlarda barlig'i soni ne qiladi. Onlayn o'rganib buni qaytaradi odamlar. Keyin mana o'pkani havoni o'pkaga jiberish uchun qarni ko'targanda to'menga ketadi. Ko'krakni bulay azdab oldinga yuqoriga ko'tarayotgan bo'lsa, havoni zo'rlar tortmaydi. Ko'krakning o'zi bu yoqqa tortib oladi, Sonda mana deb olayotgan kuch yo'q bo'ladi. Barmazdasanchi. Yelkani yuqoriga ko'targan kezde havo ko'proq o'pkaning yuqori yog'iga ketadi.
Görüyorsunuz zorla tartmayın, zorla köküre kafasını kötermeyin. Spesialini köterip hava jibergen kezde bu pürüstüler jay kaytarığı buladı. Endi bunu aytuga oңай, biroq uni жасау өтө сложный, men buni bilem. Biroq bir nengeni bilүү tez. Dardan emdengen adam ömrü boyu emdenedi. Öz үйренip sol жактууларын жасайтын болса, tez bu aurudun çıkıp ketүүгө bolady. Tagın kayta aytam, bunu özüňi jyllap, kıynap, özüňe uğlap arkyl dariler bilen jürmesdin, adam özü үйренip, özü жасаса сол жактууларны ар кандай аурудун жай bu aurudun çıkıp ketүүгө bolady. Makul aman bolуңуздар.